Eskilerde ne tişi tuş kaptırdı. Hemen karı kaptırdı. Korup kaptırdan 6000 so'm berdim ularga. 6000 so'm berdim. Siz qanchada otasiz? 10.000 kam var. 10.000 ga otat ekan. Önemli hep BDS'de bir bağ koyayım da. Tuzlu olsam onun jas bazda cemge tashtaymiz da. Mana ga. Boq atgan bular, o'g'lon. To'g'onlar, Can Oqat qo'y bozorindamiz. Real Dubalarda ko'ringizlar. 8 dekabr bugun 2021-yil. Qancha berdingiz aka shuga? Shu qancha berib qo'ydingiz? 11,5 ming so'm berib bunga. Qanchanchi chiqdi o'g'lon aka? Ular yo'q bor. 1,5 ming payda bersangiz beram. 2-3-shu. 2-3 tutib turibman aka. Ur. Ha, qo'ylar qanchadan otasizlar? 12 dan. 12 mingdan. Ha, urg'ochi bular? O, so'liq bor jo'g'i. Sog'liq ekan bular. 12 ming so'mdan da'vatdir. 4,5 ming. 4,5 ming berib qo'ydingiz. Erkakmi? Yo'q, qiz. Qiz ekan mana aka. 4,5 ming so'm da'vatdir. Endi ya tavakkal qilib. Do'stu aka, qanchada otasiz aka bu echkini? Echki ham endi 6 kam. 6 kam bor, ha. Qancha berishdi? 4,5 ga berma. 4,5 mingga beryapti mana aka. Bo'g'oz ekan, onlar bular. Eskilar qanchadan aka? Ya qanchadan da otasiz? Mana olsa. 9 ming so'm ekan. 9 mingdan ot. Kichkinasicha buni ol. 4,5 ming so'm. Bu takalar kimdan ekan ha? Mana buni olib, satilib. Qanchadan ketdi shu? 8,800 bo'ldi. 8800. 9,000 bo'ldi. 9000 bo'ldi turmaga qarasi. 8,400 bo'ldi. 8400. Bu jana emaga uloqa, teka uloqa. Teka uloqa ketibdi. To'g'onlar. Buni oldingiz-a? 1000 so'm pul beramiz. Söz menen alıp verişin gerek bu sonunda. Şuradan satsam bereyim. Qancha bo'ldi aka? Sir bo'lsa. Bo'ldi, sir bo'lsa qancha bo'ldi? 40.300. 40,300 bo'ldi. Qancha? 600, 40.300 so'm bo'ldi bunaga. To'g'onlar. Qaysi bunday? Do'stu aka bo'lsa. Do'stu kanalı. Dostu? Evet. Nega? 6. Qancha? 6. 6 tishni qancha to'xtadi ekan? 18 ming. 18 ming so'm to'xtadi bunaga. Men to'g'jarimga olmatam. Qanchadan berdingiz ova? Rozi bo'ldim. Shularga. Ana o'koni 21 ming berdim. Naukoga 21 ming so'm berdi bunaga. Rozi bo'ldim. Josh qo'chqorlar ekan. Kechinglar bo'yam. Men Oho, mana qo'chqorlar qarangizlar. Ya bu qanday porod aka? Kuchliga bu. Sarskiy aka. Gisarsiyevi. Qanchadan da o'tasizlar buni? 45 dan 35 gacha. 45 mingdan 35 ming so'mgacha ekan bunaga. Bozor berishdi aka? Emroqda keldi. Em keldi. Bu qancha tish mana shu? 6 tish aka. 6 tish ekan bunaga. Bu urug'ga qo'ya turgan ekan narasi, ha? Telefon nomerini qoldirib qo'yaylik aka. Ay yo'q aka. Ayting. Sotilyapti. Mana aka. Uchtu qo'chqorlar ekan. Gisarskiy porod ekan. Mana qarangizlar, dumbani qarangizlar, og'ib qolibdir jonida. Mana yerda men yaxshi yemak ko'rdim edi-da, qo'y. Mana bu ko'rdi. Ha, ana. Qo'chqorlarning qo'chqori mana aka. Jon Oqatning qo'chqorlari. Mana yerda zerika biroga 36 ming berdi. Shuga 36 ming berdi. Bo'ldi. Qochkasina 50 ming. Qochkasini 50 ming so'm ekan aka. Şey 37 50 ming so'm. Bu Gisarov aka. Gisar ekan ha bular, ha? Aka boshlarni ko'ringizlar. Gisar ekan. Jalon urug' tuq ekan. Boshmeniki o'zingizga ekanmi ha? 37 ming berdim aka. Gisar. Qo'chqorlar ekan. Qanchadan da otasizlar aka bu qo'chqorlarni? 12,5 dan 10 tasini boqildi berib berdi. 12,5 mingdan boqib 12 tasini berib berdi. Qo'chqorlarda. Raşim beceriye eşliydi. Ha?
Qanchadan da o'tadi aka bularda? Mashturni 240 mingga beradi. 240 mingga bermaydi o. Berem deb o'tadi. Beramiz. 240 da berem deb o'tadi, 230 ming qilib o'tadi. Qancha? 26 shtuk. 26 shtuk. 20 tasi Tojikistonniki. Tojikiston parol ekan. 220 ming baho bo'ldi o'shanda? 30. 230 bo'ladi, 240 da o'tadi. 240 ming deyapti reisi. 26 degan Tojikiston parol degan to'g'onlar. Mana yerda baho bo'ldi ekan. $240 mingga. Tekav aka buni o'g'li? Tekavi? Taka. Takani qancha olasiz? 15. 15 ming deyapti aka takani. Bularcha, bularda shunday? Bularda shunday.